arzonga erishishimiz mumkin bo'lgan natijaga hozir qimmatga erishamiz. Kerak emas edi. Agar maqsad shunchaki pasport xorijga bo'lgan odam olib kelish kerak bo'lgan bo'lsa, shuni eplashibdi. Yaqinda O'zbekiston milliy terma jamoasiga Fabio Cannavaro bosh murabbiy bo'lishi haqida xabarlar chiqdi. Sizni bunga fikringiz qanaqa? Kim murabbiy bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Hozirgi vaziyatda Cannavaroning kelishi xato menimcha. Kapaziyani qolgani yaxshiroq. Fikrim yaxshi. Chunki ulardan kelgan ulardagi opitlar bilan boshqacha bo'ladi. Qolish kerak odam bo'lgan, qolish kerak. Shu. Opit kattaroq ularning Abramzanikiga qaraganda juda ham ancha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman kelishsa. Menimcha Kapazi menga ma'qul, juda tirishqoq, anaqamizni O'zbekistonni ham faxri, u jon jahdi bilan tashlayotgan xarakteri ham shunaqa u. Aytgan ishini qildiradigan yigitlardan. Bu juda ham yaxshi deb o'ylayman, chunki Italiyani bir nima desa bo'ladi, experiencelari kirib keladi. Arzonga erishishimiz mumkin bo'lgan natijaga hozir qimmatga erishamiz. Kerak emas edi. Agar maqsad shunchaki pasport xorijga bo'lgan odam olib kelish kerak bo'lgan bo'lsa, shuni eplashibdi. Lekin bilmadim, bu bilan qanaqa natija o'ylashgan, qanaqa xayol qilishgan, qanaqa natijaga erishishni uni tushunmadim. Yaxshi bo'lardi, shu futbolimiz rasmiylari chiqib tushuntirish berishsa. Nimaga aynan shu tanlandi? Nimaga shunaqa bo'ldi?